Bir inson dunyoga keldi, ibodat uchun kelganligini tushunmadi maqsadini. Dunyoda quvdi, yugurdi, yeldi, erishdi. Keyin umrining oxiriga borganda ana shu qo'lidagi boylik hech narsa emasligini tushunadi. Yigitlar, o'g'il bola hayoti davomida vafot etgunga qadar mana shu boylikka, dunyo matohiga 3 xil qarash bilan qaraydi. Umrining avvalida boylik bu hamma narsa deb o'ylaydi. Endi umrining o'rtasiga yetganda, o'sha 40 bilan 60 o'rtasiga yetganda boylik hamma narsa emas ekan, boylik bir narsa ekan xolos. Chunki ba'zi ishlar bo'lar ekan pul bilan hal bo'lmas ekan. Endi umrining 3-qismiga borganda, o'sha 60 bilan 80 orasida mol dunyo hech narsa emas ekan deydi. Endi inson o'sha 80 ga kirguncha ertaroq shuni tushunsa, ha ishlaydi, boy bo'ladi, milliard topadi, trilliard topadi, halol qilsin, ibodat uchun o'zi. Lekin boy bo'lish maqsad emas.